Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sog'-omonmisiz? O'tgan hayitlar bilan tabriklaymiz hammani. Hozir jigar uchun ajoyib giyohni ko'rsataman. Xohlasa manfaatli bo'ladi. Mana bu ma'lum mashhur qoqi o'simligimiz. Bundan ozroqgina piyolachaga tuz olib, kichkinaligimizda ko'p iste'mol qilgandik. 2-3 bo'lagini olib tozalab yuvib, avval yuviladi. Keyin yarim piyola tuzcha olib, tuzga botirib yeyilsa, ishtahani ochadi, ascorbinkaga boy, jigarni tozalaydi, ko'z nuriga ham yaxshi foyda qiladi. Gulini ham olib, soya salqin joyda quritiladi. Quyosh nurida emas. Bundan choy damlab ichsa yoki bo'lmasa suvga solib nastoyka deymiz. Ya'ni suvga solib eritma qilib ko'z yuvilsa, ko'zdagi allergiyalarga yaxshi foyda qiladi. Va choy qilib damlab ichsa, o't qopini tozalaydi, jigarni tozalaydi. Ana shunday ajoyib xususiyatga ega o'simlik bu. Foydalanib ko'ring. Faqat kerakli insonlardan kerakli ma'lumotlarni olib foydalansak, Alloh bir shularni bir sabab qilsa ajab emas. Bu qoqa o'simligini kuniga 2-3 mahal tuzga botirib o'sha yuqorida aytib o'tilgan usulda yeyilsa, ajoyib jigarga, ishtahaga yaxshi foydali o'simliklardan biri hisoblanadi.